Tuman prokurorining mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha 2026-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axboroti doimiy komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqildi va quyidagi tavsiyalarni beramiz. Profilaktika inspektorlarining zimmalariga yuklatilgan majburiyatlarning talab darajasida bajarilishi uchun shaxsiy javobgarligini kuchaytirish, shu jumladan o'zlarining faoliyati haqida jamoatchilik oldida tizimli ravishda hisobot berishlarini yo'lga qo'yish, ularning aholini tashvishga solayotgan muammolariga yuzaki munosabatda bo'lish holatlariga chek qo'yish, voyaga yetmaganlar jinoyatiga favqulodda holat sifatida qaralib, ularga ta'lim va tarbiyani berishda majburiyatlarini bajarmagan ota-ona hamda yashash va o'qish joylaridagi mahalla yettiligi mutasaddilarining javobgarligini kuchaytirish, voyaga yetmaganlar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish va bunga imkoniyat yaratib berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish tavsiya etilsin. Yuqoridagilarni e'tiborga olib, doimiy komissiya tomonidan tayyorlangan tuman kengashining qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raymiz. Ovozga qo'yaman, qo'llarni tarqatilgan qarorlarni va'dalar, qarshilab, yo'q, yetarli yo'q, rahmat. Xabar ovozga kun tartibidagi 4-chi masala Chinoz tumani mahalliy byudjet daromadlarining bajarilish holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar kesimida byudjetga hisoblangan va amalda to'langanligi, ular bo'yicha soliq qarzdorligi to'g'risida hisob berishni so'z Chinoz tumani soliq inspeksiya bo'lim boshlig'i To'lagan Ahmedovga. Assalomu alaykum, hurmatli Hakimov, hurmatli deputatlar, yig'ilish qatnashchilari. Chinoz tumani mahalliy byudjet daromadlarining bajarilishi holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash bo'yicha qilingan ishlar, soliqlar va boshqa moliya to'lovlar kesimida byudjetga hisoblangan va amal to'langanligi va ular bo'yicha soliq qarzi to'g'risida hisobot. Joriy yilning birinchi choragida davlat byudjeti kontingenti prognoz ko'rsatkichi 908 milliard so'm belgilangan bo'lib, amalda 13,2 milliard so'mga 134,6%ga yoki 3,4 milliard so'mga ortiq bilan ta'minlandi. Shu jumladan tumanimiz mahalliy byudjeti belgilangan 25,309 milliard so'm prognoz ko'rsatkichi amalda 25,583 milliard so'mga 101%ga yoki 274 million so'm ortiq ta'minlandi. Mendan oldingi ma'ruzamizdagi hamshirlar inovatgan holda to'g'ri bajardik, lekin sohlar kesimini oladigan bo'lsak, jismoniy shaxs daromad solig'idan 564 million so'mga chiqmadik. Yakka tadbirkorlardan soliqqa 899,4 million so'm chiqmadik. Benzin va dizel bo'yicha 216 million so'mga chiqmadik. Jismoniy shaxs mol mulk solig'i bo'yicha 336 million so'mga chiqmadik. Eng katta yer solig'idan 1,435,8 ga chiqmadik. Nedradan 95,7 ga, suv resurslaridan 278,3 ga, jami birinchi chorakdan soliqlar kesimida 3,766 ga chiqmadik. Sohil ichiga chaqirgan bo'lsak, jamini bajardik, lekin sohil tur kesimida 3,766 bajarilmadi. 2026 birinchi aprel holatiga mahalliy byudjet soliq qarzimiz 14,877 tashkil qiladi. Bugungi holatiga esa 26 milliardga chiqdi. Sababi 15 apreldan keyin mahalliy yer mulk solig'imiz qo'shildi. Boqmandamiz. Bunda aksiz solig'idan 1,259, foyda solig'idan 43 million, ijtimoiy shaxs daromad solig'imizdan 1,170, aylanmadan 8 million, yuridik shaxsdan yer solig'idan 5,6 million so'm, yuridik shaxsdan mol solig'idan 2,379 million so'm, suv resurslaridan esa temirlarimizdan 9,630 ming qarzdorimiz mavjud. Bu bo'yicha tuman majburiy byurosi ijrochilar tomonidan yuridik shaxslarning nomidagi bo'lgan mol mulklar bo'yicha davlat aktivlari orqali sotish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari xiyonat iqtisodiyotini qisqartirish yo'nalishida amalga oshirish ishlar natijasida tuman
byudjetiga davlat byudjetiga jami 29.132 million so'm qo'shimcha manba aniqlandi va 29.503 million so'm qayta hisobotga qabul qilindi. Bugungi kunda 29.538 million so'm qayta hisob 100% qabul qilinib olindi. Ma'lumot uchun Chinoz tumani bo'yicha joriy yil 1-aprel soatiga jami 1747 ta korxonalar faoliyat yuritib kelmoqda. Shundan aylanma sotulovchilar 920 ta tashkil qiladi. Legalizatsiya tadbirkorlik subyektlarini norasmiy ishlayotgan ishchi xodimlarni aniqlash, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish bo'yicha joriy yilning yanvar-mart oylari uchun belgilangan 436 nafar reja haqiqatda 682 nafarga yoki 156%ga 246 nafar ko'p. Norasmiy ish xodimlarini qonuniylashtirish ta'minlangan. O'zini-o'zi band qilish xuddi shu kabi o'z-o'zi band qilgan fuqarolar hisobga olish bo'yicha 2026-yil yanvar-mart oylarida jami 3910 ta fuqaro ro'yxatga olingan. Soliqchi tadbirkor ko'makchi tamoyili doirasida yanvar-mart oylari davomida 58 dan ortiq tadbirkorlarga soliqqa oid masalalar bo'yicha amaliy ko'maklar berilib, ommaviy axborot orqali maqolalar chiqarildi. 2026-yil ikkinchi yarim yillikka qolgan rejaga nisbatan kamida 1,2 milliard so'm ortig'i bajarishni ta'minlash reja olganmiz. Ya'ni 13 milliard 198 million so'mga ikkinchi chorak yillikda tushgan tushum orqali rejani bajarishga nisbatan 115% o'sish sur'atini ta'minlaymiz. Hurmatli Sherzod Hakimov, sizlar qatnashgan deputatlar, amalda ko'rsatamiz ikkinchi choragimizga rejaga bajarishga 14 milliard pul kerak. 14 milliard ikkinchi chorak yakuni bo'yicha so'zsiz bajaramiz. Gaplashib o'rganib sizlarga o'tgan kuni ham savol aprel oyi rejasi bajariladi.